Avvalambor assalomu alaykum. Andijon qora jo'jalarining ishqibozlari. Mana biz Andijon qora jo'jalarini xudo xolasa 1,5 mingta olib kelib boqyapmiz. Radiolar qo'yilgan, hozir ovozni pastlatib qo'ydim. Bular stressga tushmasligi uchun 1,5 mingta jo'ja olib kelib sotuvga tayyorlayapmiz. Bir oylik qilib xudo xolasa sotamiz. Jo'jalarimiz xudo xolasa tetik. Bugun 5-kun, xudo xolasa 5 kunlik bo'lishdi. Bir oylik qilib beramiz, xudo xolasa jo'jalarimizni. Gradislari yaxshi. Yaxshi gradusda saqlanyapti jo'jalar. Mana chanqabam qolishibdi. Kechqurun soat 2 bo'lishiga qaramasdan 2-mart bugun shamol bo'layotganligi sababli o'zimiz ham shu yerda yotibmiz pashti. Shularga qarab bu Andijon qora jo'jalari 4,5 oy 5 oyda tuxumga kiradi. Bu jo'jalarda xudo xolasa 1 oyligidan keyin boqilsa 3,5 oy, uzog'i 4 oylarda tuxumga kirgizib olsa bo'ladi. Hamma vaksinalari, hamma dorilarni qilib beramiz, xudo xolasa. Dori-darmonlari bo'lgan holatda beriladi. Gradislari yaxshi, xudo xolasa hozircha. Mana sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? 28-30 gradusda turibdi. 28 gradusda. Ko'chada shamol. Tomonlarda ham jo'jalarimiz bor. 1500 dona jo'jamiz kelgan. O'zi asli 1000 donaga bruder tayyorlagan edik. Hozir yana bruder tayyorlanmoqda. Bularda bir 10 kunlik bo'lganda bruderlarga bo'lib, xudo xolasa yana bir video qilamiz. Sotiladi bular. Hammasi 1 oylik qilib sotiladi. Zakaz olamiz jo'jalarga. Xudo xolasa sog'lom holatda Samarqandgacha dostavka qilib beramiz. Hammasi yaxshi holatda. Xudo xolasa jo'ja sezon tugaguncha jo'jalarni chiqaramiz. Qachon bo'lsa ham o'zimiz shu ish bilan shug'ullanamiz. O'zimiz 4-5 yildan beri shu ish bilan shug'ullanamiz. O'zim veterinariyada o'qiganman, shu tovuq mollarda doktorchiligida. Xudo xolasa hamma vaksinalari, mana bu yerga narsalarni osib qo'yganmiz. Vaksina nima qilish kerak? Kiyimimiz bor edi bu yerda. Mana xona harorati necha bo'lish kerak, necha kunligida qo'shimcha donlar narsalari. Mana vaksinalari 1-kunga bronxit bo'lgan. Xudo xolasa 7-kunga gambrani qilamiz. 10-kunda xudo xolasa chimol kasalliginikini qilamiz. Xudo xolasa bu vitaminlari nima berish kerak, qaysi kunida parrandalarni davolash, toksin shamollaganda beriladigan dorilari. U esa ich yetishi. Jo'jalarda ko'pincha yoshligida ichi ketib qolish, yangi don yoki biron nima qo'shib bersangiz, ichi ketib qolish ko'proq bo'ladi. Shuni hisobiga shunga ehtiyotroq bo'lish kerak. Biz o'zimizda ham bo'ladi 5 yil, 10 yil, 5 yildan beri mana qilayotgan bo'lsak, o'zimizda ham bo'ladi. Lekin dorilarni beramiz, o'zimizda odam aptekasida sotadigan. Yaxshi ko'rinmayapti. Ciprofloxacin degan dori bor. 500ligi. Shundan beriladi. Xudo xolasa yaxshi ta'sir qilyapti. 1 litrga bitta dori qo'shib beriladi. Yaxshi, xudo xolasa
yemlariga tuxum pishirib, tuxumni chiqaramiz. Bunday chiqarib, makka jo'xorisi, mana Lola Fet, bu reklama emas, lekin shu Lola Fetdan broiler yemlarini olib kelib beramiz. Biz ko'pincha 15 kun, 20 kungacha broiler yemini beramiz. Undan keyin broiler yemga oddiy yem qo'shib aralashtirib beramiz, chunki uni qo'shib bermaydigan bo'lsak, odamlarning uyiga yetib borgandan keyin jo'jalar faqat broiler yem bermasa, yemay qo'yish ehtimoli ko'proq. Chunki biz o'zimiz ham mana broiler yemini berib, faqat broiler yemi bilan boqib, keyin broiler yem bilan makka jo'xori yarmasiga o'tkazayotganimizda ko'pincha bu jo'jalar makka jo'xorini yegisi kelmasdan yeydi. Iloji boricha o'sha oxiriga qoldirib yeyishga harakat qiladi, lekin o'sha chicha qo'shib yeb qo'yadi. Keyin o'sha makka jo'xoriga, bug'doyga o'rganib keyin yeydi. Yo'qolsam chicha qiynaladi. O'shani hisobiga biz o'sha Lola Fetni hammasiga ham beraveramiz, 1 oylikgacha ham. O'zi pashti tayyor qilib berayotgan yemimiz, o'zimizda aralashma yemimiz ham 5,000-5,5 mingga to'g'ri kelyapti. Lekin Lola Fetni yemi 7,100 so'mdan olyapmiz. 7,100 so'mga olib berish muammo emas, lekin o'sha uylarga borganda faqat makka jo'xori yoki bug'doy yormasi, oddiy yem beramiz deysa, yemay qo'yish ehtimoli ko'proq bo'ladi. O'shani hisobiga bizdan do'mboq ketib, u yoqda ozib ketmasin deb do'mboq bo'lmasligi mumkin, lekin hamma yemni yetib berganda yeydigan darajada, xudo xolasa jo'jalarni video qilib turamiz. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar telefon qilaverasizlar. Nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz pastga. Xudo xolasa. Xudo xolasa ertaga video qilamiz yana bir. Videolarimizni ko'rib, like bosib, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.